Qodirjon, bu qanaqasi endi? Bu ikkinchi tarvuz urug'imiz. Nomi Black Pearl deyiladi, ya'ni o'zbekchasiga qora marjon. Qora marjon. Tarjima qilinadi. Bu ham 70-75 kunlik. O'rtacha og'irligi, har bittasini mevasining o'rtacha og'irligi 7-8 kg atrofida. Urug' tashalgan 22-iyulda. Avgust boshlarida chiqqan. Bugun 15-oktyabr. Qoyalari endi sovuq urgan, ancha salqin bo'lib kechqurun. Tarvuz mana pishirib yetilgan holatda. Har bitta ko'chatda qoyada bittadan solgan. Bu zo'r, po'chog'i qalin, uzoq muddatga saqlasa bo'ladi. Mazasi ham zo'r. Mazasi ham juda shirin. Keyin danaklari juda ham mayda. Kam danakli. Yaxshi tarvuz. Bozorbop, ro'zg'orbob asosiysi katta tarvuzdan ko'ra bitta kichkinasi olsa, puli ham masalan hamyonbop bo'ladi. Uyga olib borib yeganda ham bir pasda bir o'tirganda bitta oila maza qilib yeb qo'yib olishadi tarvuzga. Bu anaqa supermarketlarga ham zo'r ideya ekan-a. Mehmonxonalar uchun juda kompaktni qarang. yaxshi. Qarang, so'yib ko'rdik-ku, ichlari ham haliga to'liq bo'lib turibdi-da. Ichidagi go'sht deymizmi? Go'sht juda anaqa zik joylashgan.